O'zgacha kayfiyat, go'zal va samimiy tilaklar, yorqin xotira, bir umrlik esdalik qalb so'zlari kamina boshlovchingiz Mashhura bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yulduzxon opa, sizmisiz? Yaxshimisiz? Kechingiz xayrli bo'lsin opajonim. Rahmat. Bugungi ayyomlaringiz, shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Sizlarga ham. Rahmat opajonim o'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan sizni bezovta qilib turibman opajon. Ijozat etsangiz albatta birozgina vaqtingizni va chiroyligina suhbatingizni olsak maylimi? Mayli. Xo'p bo'ladi, rahmat. Umringizga to'lib toshsin baxt, omad, Allohdan tilaymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat, tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz 35 yosh bahoringiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Rahmat opajonim. Sizlarga ham Rahmat ilohim opajon, bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p, ammo bugun biz orqali sizni xursand qilmoqchi bo'lgan bir yaqin insoningiz bor ekan. Aynan kimligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? yordam beringlar, jigarlarim bo'lishi mumkin. Sinim bor, Umidaxon degan, ojonim bor. Albatta. Kelinlarim, yaqinlarim, jigarlarim. Albatta opajonim. Juda ham sizni hurmat qilguvchi, meni yagona kelinoyim, yagona singlisi bo'laman deb Umidaxon opa bizga murojaat qilgan opajonim. Rahmat, sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin ilohim. Rahmat Meni opajonim. shunchalik qadrlabdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Aytganingiz kelsin ilohim, aytganingiz kelsin. Va albatta shu qatordan qaynona onajoningiz Oltinoy ona, qaynota otajoningiz Qanixajon ota, turmush o'rtog'ingiz Sardor bek aka, farzandlaringiz Fazliddin, Soliha Firdavs, jiyanlaringiz Abdulaziz Robiya va barcha yaqinlaringiz nomidan Umidaxon opa sizni chin qalbi bilan tabriklab qo'yarkan opajonim. Rahmat, sog' bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin, bolalarini rohatini ko'rsin. Aytganingiz kelsin Sog' ilohim. bo'lsin. Bizni qidira endi topgan ekan opajonim. Qayta murojaat qildi. Iltimos, shu meni bitta yagona kelinoyimni, opajonimni tabriklab beringlar deb bizga murojaat qildi va siz uchun juda ham chiroyli, samimiy bo'lgan tabriklarini omonat qilib bizga topshirgan opajonim. Ijozat etsangiz albatta siz uchun o'qib eshittirsak maylimi? Xo'p bo'ladi, bo'lmasam qabul qila olasiz. Assalomu alaykum aziz va mehribon kelinoyim. Sizni chin dildan tabriklayman. Siz men uchun faqatgina kelinoy emas, o'z opamdek juda qadrli, juda aziz insonimsiz. Har doim samimiy so'zingiz, ochiq ko'nglingiz, oilamizga bo'lgan mehringiz bilan qalbimdan joy olgansiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Har bir maslahatingiz, har bir duoyingiz men uchun juda katta qimmatga ega. Alloh umringizga baraka, qalbingizga xotirjamlik, yuzingizga doim tabassum ato etsin. Oilamiz baxti, uyimiz ko'rki bo'lib, doimo sog' salomat, baxtli bo'lib yuring. Sizga faqat yaxshiliklarni, orzu niyatlaringiz ro'yobini tilayman. Sizdek kelinoyim borligidan faxrlanaman. Chiroyli siz gullar naslidan, go'zallarning naqshsiz opajon, qolishmaysiz bahor faslidan. Siz hammadan yaxshisiz opa. Borligingiz bu baxtimdan darak, so'zlaringizdan sevinar yurak. Ming yaxshilar menga ne kerak, siz hammadan yaxshisiz. Siz bor alam menga boqmaydi, ko'zlarimdan yoshlar oqmaydi. Bo'lmasangiz bu dunyo yoqmaydi, siz hammadan yaxshisiz. Mehringizda oromda jonim, omad o'rab turar to'rt yonim. Fayzlidir sizlar o'tgan har onim, siz hammadan yaxshisiz. Kelinoyjonim, bilmasdan yoshlik qilib sizni xafa qilgan bo'lsam, dilingizni og'ritgan bo'lsam, meni kechiring, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hurmat bilan singlingiz Umidaxon deb maktublarni yakunlagan ekan opajonim. Rahmat. Sog' bo'lsin. Bir-birimiz bilan shunaqa qilib, mehr oqibatli bo'lib yuraveraylik. Sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Rahmatim. Albatta opajonim. Inshaalloh albatta opajonim. Chiroyli taronalarimiz ham singlingizning iltimoslariga binoan siz uchun yangrab o'tadi opajon, qabul qila olasiz. Rahmat. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek
nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek. Olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan. Rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham. Gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Opajonim, yana bir bora Qur'on kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar, ishlaringizga omad. Rahmat opajonim, aytganingiz kelsin. Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'ling. Mayli, sog' bo'linglar sizlar ham. Xo'p bo'ladi.